1 minutda nechta tarjimani qilsa bo'ladi? Qiziqmi? Davayt unda buni birga sinab ko'ramiz. Biz deyarli 3-4 oydan beri shug'ullanganimiz yo'q. Bugun 0 holatdamiz va shu 0 holatda nechta tarjimani qilsa bo'ladi va kunlik imkoniyat darajasida 50 ta 100 ta tarjimani qilib boramiz hamda bugungi rezultatni 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy ichida nechtagacha olib chiqsa bo'ladi. Demak, bugun birinchi kun. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. 0 holatimizdagi 1 minutlik natijamiz 41 ta bo'ldi. Ana endi esa ko'ramiz 1 oy, 2 oy, 3 oy ichida bu rezultatni nechtagacha olib chiqsa bo'ladi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. 1 oydan keyin ushbu rezultatni nechtagacha olib chiqsa bo'ladi. Bizni kuzatib boring. 1 oydan keyin yangi natijalar bilan ko'rishamiz. Please Lord, give me a sign.